Bu joylarga umuman kelmagandim. Soyda oldida ekologiya binosi shu ekan. Shu yerga keldim. Aniqlashtirgani. O'zim uchun emas, menga tuhmat qilayotganlar uchun. Yuzimni yo'q qilish uchun. Men unaqa qalang'i qasang'i emasman. Qilmagan ishimni qilmadim deb turadigan. Men qilgan bo'lsam, men shunaqa qildim deb ayta olaman ochiq-oydin. Menga tuhmat qilgan noinsoblar rasvolar kim bo'lishini. Mana men aytdim, ekologiyada ishlaydigan aytdi. Odiljon aka degan katta odam, yoshi katta odam. Shu aka inspektor bilan, jarima solgan odam bilan gaplashib berdi telefon qilib. Mashhurbek aka degan aka jarima solgan ekan. U 22 milliondan emas, 15 millionmi shunaqa dedimi? Jarimasi ham bor qo'shimcha. Xullas, o'sha aka jarima solgan ekan. U jarimaga sabab bo'lgan odam kim edi? Rahbarda shofyor bo'lib ishlagan. Shu yerda rahbarini shofiri bo'lib, haydovchisi bo'lib ishlagan odam ekan. Hali hozirda Aka o'zim aytib qo'yasizmi? aka bu murojaatda bu aka emas, biz o'zimiz rahbarimiz shofiri bo'lib ishlagan inson o'tib ketyapti, ko'rib qolgan bo'lgan, shu odam murojaat qilgan. Boshqa fuqarolardan murojaat kelib tushmagan bu masalada. Xudoga sog'lim. Uzr so'rashsan ham baribir Xudoga sog'lim senlar. Hammani oldida behurmat qilib, tuhmat qilishganing uchun. Assalomu alaykum. Mana Sinavanisaga keldim. Sinavanisa mana. Mashhurbek aka dadalarini bemorligi sabab shu yerda ekan, oldiga keldim Mashhurbek akani. Mana o'zi aytadi, kim men qilganmi, arizani boshqami? Assalomu alaykum. Akalar, bu bola bizga video yo telefon orqali murojaat qilgani yo'q. Bu bolani men endi birinchi marta ko'rishim. Bizda o'zimizni soha bo'yicha ishlab, ishdan chiqib ketgan fuqaro o'sha O'zbekiston ko'cha Piyospoyada kira qiladi. Shular tomonidan telefon bo'lib aytilgan voqea joy. Borib men o'sha qori bolalarga shaxsan men o'zim jarima solganman shu kesilgan daraxti bo'yicha. Bu bola hech qanaqa men bilan ko'rishib yo telefonda aloqalashib yo video berib bir narsalar qilgan emas u. Bu bolani men endi birinchi marta ko'rishim. Hozir meni nomerimni boshqarmamdan olib telefon qilib meni oldimga ketdi. Men bu bolani telefonini ham endi ko'ryapman. Bu boladan shubhalanmanglar, yaxshi bola ekan bu. Keyin yana bir gap. Nimaga bunchalik haqiqatni aniqlashtirib qo'yish uchun harakat qildim. Sababi men holatim sababli aravada yuraman. Aravada yurganimda ham tepamda e'lon bor. O'sha qaysi kasb bilan, qanaqa ish bilan shug'ullanishim to'g'risida panet yozuvli tonirovkaga ruxsatnoma, ishonchnoma degan yozuvlar bor. Shu sababli ham meni ko'pchilik taniydi. Bir marta ko'rgandan keyin eslab qoladi. Misol oddiy aravada yurmasa odamlar bitta ko'rgandan keyin qaytib yana ko'rsa eslolmaydi. Misol boshqa odamlarni, lekin men ham aravada ham tepamda shu e'lon bilan birga yurganim uchun qayoqqa borsam meni bir marta ko'rgandan keyin aniq eslab qoladi. Men u joy meni doim kunora yurib turadigan joyim, boradigan joyim edi. Asl kafe, asl qassobxonani oldi. Kafe emas, qassobxonani oldi. U yerga u tomonda masjid bor, qarindoshlarim bor. Ko'cha-ko'yda yurganda haligi bemalol behijolat yurishni xohlayman. Haligi kimdir anavi deb
gapirishni xohlamayman. Men ham yosh bola emasman. Bo'pti deb ketaveradigan. Shuning uchun harakat qildim.